Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, orzu-maqsadlarni amalga oshirish, g'oya va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida joylarda turli targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan har payshanba Yoshlar kuni munosabati bilan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining yoshlar bilan ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Namangan viloyati madaniyat markazida bo'lib o'tgan tadbirda texnikum va avtomaktablari o'quvchilari, yo'l patrul xizmati inspektorlari ishtirok etdilar. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i davlatimiz rahbarining yoshlar bilan o'tkazgan uchrashuvda belgilab bergan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, o'g'il-qizlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni turli salbiy illatlardan asrash va qonunbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, yoshlar yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari, piyodalar va haydovchilarning majburiyatlari, transport vositalarini boshqarishda intizom va mas'uliyatni kuchaytirish muhimligi hayotiy misollar asosida tushuntirildi. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan muloqotda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, mutaxassislardan atroflicha javob oldilar. Yoshlar tomonidan bildirilgan taklif va tashabbuslar qo'llab-quvvatlandi. Faol o'quvchi va o'qituvchilarga boshqarma boshlig'ining tashakkurnomasi topshirildi. Bu tadbir biz uchun juda katta taassurot qoldirdi. Biz yoshlar o'zimizni qiziqtirgan savol va takliflarimizga kerakli javoblar oldik. Hamda bundan keyingi maqsadlarimiz yo'lida bu narsalar bizga asqotadi. Bu yoshlarga bundan keyingi ishlarga kuch-quvvat beradi. Tadbirda taniqli so'z ustasi Iskandar Hamraqulovning ichakuzda hangomalari barcha ishtirokchilar qalbiga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Kelajakka orzu-maqsadlar sari dadil qadam tashlashga chorladi. Mazkur yig'ilishda Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga berilgan imkoniyatlar bilan tanishtirib, doimo yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari, ular bilan doimiy profilaktik tadbir o'tkazilishi haqida fikrlarni bildirib o'tdilar. Bundan buyon doimo yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbarlari, o'rinbosarlari, mas'ul xodimlari ta'lim muassasalariga haydovchilarni tayyorlash avtomaktablarga borgan holda yoshlar bilan amaliy va nazariy bilimlar ko'nikmalar o'tkazib, ularni yo'l harakati qoidalari madaniyatini shakllantirish bo'yicha profilaktik tadbirlar o'tkazib borishlarini ma'lum qildilar. Korxona va tashkilotlar ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ochiq va konstruktiv muloqotni kuchaytirish, ularning muammo va takliflarini tinglash hamda amaliy yechim topish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Yoshlar kuni doirasida o'tkazilayotgan bunday tadbirlar ertamiz egalarining huquqiy ongi va fuqarolik mas'uliyatini yuksaltirish, yo'l harakati xavfsizligi madaniyatini shakllantirish hamda jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Zero bilimli, tashabbuskor va vatanparvar yoshlar yurtimiz taraqqiyoti va xavfsizligining mustahkam poydevoridir.